Bu narsa sahr qilib qo'yishi mumkin. Marojniyni zararini ham bilasizmi? Hamma foydasini aytadi. Bugun men zararini aytaman. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. Ko'rishingiz mumkin, bu meni bemorim anginasini olib tashlagan kunimiz og'riq va shishlar bezovta qildi. Biz nima qildik? Og'riq qoldiruvchi emas, marojniy berdik. Nega? Marojniy og'riqni kamaytiradi va yutishni yaxshilaydi va yallig'lanishni kamaytiradi. Shu joyda savol tug'iladi, nima uchun unda ba'zilar marojniy yeganda tomog'i og'rib qoladi? Sababi juda ham oddiy. Har doim iliq suv ichib, tomoq haroratini shunga moslab qo'yasiz. Biror kun sovuq suv yoki marojniy yeganingizda ertangi kun tomoqda diskomfort bo'ladi. Bunda ayb marojniyda emas, bu tomoq shilliq qavatini shu haroratga moslashganligida. Lekin bir narsa, doktor aytdi deb birdaniga ko'p miqdorda va tez yutib olmang. Birinchi kun 1 qoshiq, ikkinchi kun 2, uchinchi kun 3 qoshiq. Shu tartibda kam-kamdan tomoqni chiniqtirib borish kerak. Ha, aytgancha, zararlari esa siz marojniy sotib olib yemasangiz, pullaringiz yoningizga qoladi. Bular ko'payib, qayerga ishlashni bilmasdan siqilib, sahr bo'lib qolishingiz mumkin. Bu videoni sahr bo'lib qolmasligi uchun yaqinlaringizga yuborib qo'ying.